Necha yil kutdingiz ushbu tovushni? Istanbul ekomarkazimizga 14 yillik birlamchi bepushtlik bilan Toshkent shahridan bemorlar murojaat qilib kelishuvdi. Tekshirganimizda xo'jayinlarning urug'ida jiddiy muammolar bor edi va o'zlarini ham bachadon naylarida suv yig'ilib qolgan edi. Shu bilan birgalikda tuxumdon zahirasida ham muammo bor edi. Bemorimizga eko amaliyotini qildik. Eko amaliyotini qilishdan oldin, ya'ni embrionni qo'yishdan oldin bemorimizni bachadon naylarini ham amaliyot qiluvdik va amaliyotdan keyin bemorimizda ilk urinishda homiladorlik yuzaga kelgan edi. Hozir sizlar bilan birgalikda ultratovushda ushbu homilani ko'ramiz. Mana bachadonning ichida homila xaltachasi va mana o'sha jajjigina homilamiz. Alloh mahkamadan bersin. Mana boshchasi, mana bu tanasi va mana hozir yurakchasini birgalikda eshitamiz. Ushbu tovushni ushbu bemorimiz 14 yil kutganlar. Alloh mahkamadan bersin. Mana yaxshi uryapti yurakchasi. Inson omon qo'llariga olish nasib etsin. O'zingizga e'tibor bering. Albatta tezroq shifokorga uchrashib, tezroq mana shunaqangi tovushlarni eshitish sizlarga ham nasib etsin. Salomat bo'ling.